Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan biz 7-sinf O'zbekiston tarixi darsligining 15-mavzusi G'aznaviylar davlati bilan tanishamiz. Somoniylar davlatida tosh-taxt uchun kurash kuchayish natijasida mamlakatda porakandalik avjiga chiqdi. Somoniylar davlati hokimiyatida hojiblar, ya'ni uzoq vaqt xizmat qilgan sarbozlarning obro'yi mamlakatda ortib borayotgan edi. Ular saroyda juda katta hurmat-e'tiborga sazovor edi. Ayniqsa Hojibul Hujob yoki Hojibul Buzurg martabasidagi insonlar juda katta ta'sir kuchiga ega edi. Mana shunday unvonga ega bo'lgan shaxslardan biri 962-963-yillarda G'azna viloyatini noib va lashkar sifatida boshqarish huquqini qo'lga kiritdi. Bu shaxs Alptegin edi. U G'azna va Qobil viloyatlarini mustaqil idora qilishga harakat qildi va tez orada G'aznaviylar davlatiga asos soldi. G'azna shahri esa mana shu yangi tashkil topgan davlatning poytaxtiga aylandi. G'aznaviylarning siyosiy nufuzi hukmdor sobiq Tegin davrida, ya'ni 977-997 hukmronligi davrida nihoyatda kuchaydi. Aynan Somoniylar ham aynan shu hukmdor davrida uni mustaqil davlat sifatida tan oldi. Mahmud G'aznaviy hukmronligi davrida, ya'ni 997-1030-yillarda uning hududi kengayib, shaharning eng qudratli davlatlaridan biriga aylandi. Afsuski, Mahmud G'aznaviydan so'ng taxtga kelgan o'g'li Mas'ud G'aznaviy davrida hokimiyatda zaiflashuv ro'y berdi. Bu taxminan 1030-1040-yillarga to'g'ri keladi va sekin-asta mamlakatda tanazzulga yuz tutdi va 1186-yilga kelganda G'aznaviylar davlati tarix sahnasidan tushdi. G'aznaviylar davlat tuzilishi va boshqaruv tizimi azaldan turkiylarda mavjud bo'lgan boshqaruv shakllaridan biri edi. Ammo mamlakatda o'ziga xos boshqaruv shakli ham bo'lgan, unda vazirlik tizimi bir oz boshqacha bo'lgan. Unda harbiy, elchilik va rasmiy tadbirlar, moliya, xabar pochta singari 4 ta vazirlikdan iborat bo'lgan. Viloyat hukmdorlari valiy, shahar hokimi esa rais deb yuritilgan. Ammo bularda qo'shimcha vazifa bajaruvchi shaxslar ham bo'lgan. Viloyatni boshqaruv ishlari bilan, shaharni boshqaruv ishlari esa kutuvol lavozimdagi shaxs amalga oshirgan. Mamlakat qudratli harbiy kuchga ega bo'lgan va boshqa sharq davlatlaridan farqli o'laroq qo'shinda daryo va dengiz floti bo'lgani haqida ma'lumotlar mavjud. G'aznaviylar davlatida ilm-fan, madaniyat, xususan adabiyot yaxshi rivojlangan. Ayniqsa Mahmud G'aznaviy turkiy tildan tashqari fors, arab, pahlaviy tillarni bilgan hukmdor sifatida e'tirof etiladi. U shoirlik ham qilgan va she'rlar ham yozib turgan. Uning saroyida Abrayxon Beruniy, Nosir Xusrav, Gardiziy, Bayhaqiy kabi buyuk allomalar xizmat qilishgan. Ayniqsa Mas'ud G'aznaviy hukmronligi davrida Beruniy va Bayhaqiy Mas'ud G'aznaviyga bag'ishlab asarlar yozgan. Ya'ni Beruniy Qonuni Mas'udiy, Bayhaqiy esa Tarixi Mas'udiy asarlarni yozgan. Ilm-fan rivojlangan bu shaharlarda me'morchilik, hunarmandchilik sohalar ham yuksak darajada rivojlangan. Poytaxt G'azna nihoyatda gullab yashnagan. Bundan tashqari Balx, Nishobur, Lohor kabi shaharlar ham madaniyat markazlari sifatida ravnaq topganligini ko'rishimiz mumkin. G'aznaviylar davlati haqida qisqacha fikrlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.